Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Suveren O'zbekistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Aleksandr Dugin. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Rus dunyosi g'oyasining asosiy mafkurachisi hamda Kremlga yaqin ko'riladigan faylasuf sobiq SSR mustamlakalardan jumladan Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini inkor qildi. Uning fikricha, Rossiya bu mamlakatlarni nazoratga olishi kerak. Yoki ular bizning yagona ittifoqdoshimiz tarkibiga kiradi, yoki AQSh va Yevropa ittifoqi uchun plastarmga aylanadi, degan Dugin. Avvalroq rossiyalik targ'ibotchi Vladimir Savolyov Markaziy Osiyoda va Armanistonda ham Ukrainadagi kabi maxsus harbiy amaliyot o'tkazish mumkinligini aytganda, Rossiya TV matbuot kotibi Mariya Zakharova esa uning tahdidlarini shaxsiy fikr sifatida ifodaladi. Rossiyadagi migrantlarni men bu yerdan ketishni chaqirdim, qaytishni emas. O'zbekistonga qaytish masalasi bugungi kunda men boya so'zimni boshida aytib o'tganimdek ish bilan ta'minlash masalasida o'zimizga xos masalalarimiz bor. Lekin o'zbek fuqarosi, o'zbek ishchisi shunaqa mehnatkash, intizomli va tartibli ishchiki, bugun mana sobiq Sovet o'lkalari bo'lsin, Sharqiy Yevropa davlatlari bo'lsin, hatto mana Skandinaviya davlatlari bo'lsin, arab davlatlari bo'lsin, o'zbek mehnat kuchiga zarurat bor ekanligini ta'kidlab o'tishyapti. Va biz bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Rossiyadagi agar mana shu kamsitishlar ommaviy xarakter oladigan bo'lsa, albatta u yerda hech kim o'zini bexatar qilib ishlash kerak emas. Chunki Rossiyada oladigan oylikdan yaxshiroq oylik olish mumkin bo'lgan imkoniyatlar ko'paydi bugun. Va o'zbek o'g'loni, o'zbek fuqarosi birinchi o'rinda, albatta davlat orqasida turadi har biri, lekin birinchi o'rinda o'zini g'ururi, o'zini qadri bilan unga nisbatan kamsitish munosabati bo'layotgan joyda ishlamasligi kerak. Shu sababli men ularni u yerdan ketishni va davlatimiz bugungi kunda yaratayotgan boshqa imkoniyatlardan foydalanishni chaqirib qoldim. Demak, mana shu Skandinaviya o'lkalari, bugun Shvetsiya, Norvegiya, Daniya davlatlari o'zbek muhojirlarga qattiq qiziqish bildiryapti. Yoki bo'lmasa o'sha Pribaltika davlatlari, Boltiqbo'yi davlatlarida bugun mehnat muhojirlariga katta zarurat bor. Masalan, sotsialistik lager davlatlari, oldingi Polsha, Ruminiya kabi davlatlarda juda katta bozorlar bor. Hatto Yevropaning o'zida, masalan, Avstriya, Germaniya mana hamshiralarimizga qancha ishtiyoq bildirishyapti. Bularning hammasi juda katta mehnat bozori. Va o'zbek ishchisi bugun ularning malakasiga tayyorlanib, mana shu bozorlardagi imkoniyatlardan keng foydalanishi mumkin. Aynan shu sababli men ularni Rossiyadan O'zbekistonga qaytinglar degan ma'noda chaqirib berganim yo'q. Meni chaqirig'im Rossiyada o'zinglarni kamsitirib qo'ymaydi. Ketinglar bu yerdan. Sizlarni mehnatinglarni qadriga yetishsin kerak bo'lsa. Sizlarni boshqa joylarda katta oyliklar bilan kutishyapti degan chaqiriq edi bu. Va shu chaqiriqni yana bir marta takrorlamoqchiman. Hech qayerda o'zbek o'zini xor qildirib qo'ymasligi kerak. Chunki o'zbekning mehnatkashligiga, o'zbekning sadoqatliligiga, o'zbekning tartibiga bugun dunyo mehnat bozorida katta ehtiyoj bor. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'rta Osiyo davlatlaridan birining 23 yoshli fuqarosi maktab o'quvchisiga jinsiy mazmundagi materiallar va xabarlar yuborgani hamda u bilan birga yashashni taklif qilgani uchun u qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat tergov qo'mitasi xabar berdi. Qizchaga g'alati xabarlar kela boshlagach, u javob bermagan. Keyinroq maktab o'quvchisi erkakka hali 18 yoshga to'lmaganini aytib, unga yozishni to'xtatishni so'ragan. Erkak suhbatdoshining yoshini bilsa-da, baribir uning e'tiborini qozonishga uringan. U rus tilida qizchaga muhabbat izhorlari yozgan va birga yashashni taklif qilgan. Shuningdek, u qizchaga jinsiy mazmundagi materiallar ham yuborgan. Oxir-oqibat voyaga yetmagan qiz xabarlar kelishi to'xtamaganligi sababli
politsiyaga murojaat qilgan. Gumonlanuvchi shahardagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan biridagi ish joyida qo'lga olingan. U so'roq qilish uchun vaqtincha saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Tergov qo'mitasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi axloqsiz harakatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Gumonlanuvchi 2003-yilda tug'ilgan erkak ekani aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, erkak O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, ammo bu ma'lumot rasman tasdig'ini topmagan. Shavkat Mirziyoyev Shvetsiya, Daniya va Norvegiya bilan kelishuvga erishib, fuqarolarimizni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborish mumkinligini ta'kidladi. Masalan, norvegiyalik ish beruvchilar shu yilning o'zida 3000 fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berishga tayyorligini bildirgan. Shvetsiya esa grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va joriy yilning o'zida 500 nafarni ishga olishni taklif bermoqda. AQShdagi elchimizga ushbu davlatda mavsumiy ishlar jalb qilinadigan davlatlar ro'yxatiga O'zbekistonni kiritish bo'yicha muzokaralar o'tkazish topshirildi. Moskvadagi kuchli qorga kommunal xizmatlar dosh bera olmayapti va bu tasodif emas. Yillar davomida Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar ko'chalarni tozalash yukini yelkalariga olgan edi. Ammo ommaviy reydlar, deportatsiyalar va xavfsizlik tahdidlari haqidagi vahimalardan so'ng ularning ko'pchiligi ketdi. Biroq ko'chalar o'zidan o'zi tozalanib qolmas ekan. Ularning o'rniga olib kelingan hidlar bunaqa katta qorni ko'rib ko'chaga chiqa olmay qo'yishdi. Noiloj mahalliy aholining o'zi belkuraklar bilan tashqariga chiqdi. Avtobuslar, mashinalarni qordan kavlab olishdi. Kommunal xizmat xodimlarini la'natlashadi. Ayrimlari yaqindagina Markaziy Osiyoliklarga chamadon, vokzal, uy deb baqirganliklarini eslashmoqda. Qozog'istonda 18 nafar o'zbekistonlik yo'lda buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Tyumen-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus Mamlyut tumanida buzilib to'xtab qolgan. Tyumen-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan avtobus Mamlyut tumanida buzilib qolgan. Qutqaruvchilar barcha yo'lovchilarni evakuatsiya qilib, isitish punktiga yetkazishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q, deyiladi xabarda. Qozog'iston havo hududida O'zbekiston va Rossiya aviakompaniyalariga tegishli yo'lovchi samolyotlari ishtirokida jiddiy aviatsion favqulodda holat yuz berdi. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi Transport hodisalari va favqulodda vaziyatlarni tekshirish departamenti izohiga tayanib, Kazinform agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa 10-yanvar kuni ertalab Shimkent hududiy dispetcherlik markazi nazorat hududida sodir bo'lgan. Hozirda holat bo'yicha maxsus tekshiruv boshlangan. Departamentga ko'ra, Shimkent hududiy dispetcherlik markazining A2 sektori nazorat hududida O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Termiz-Moskva yo'nalishidagi reysi hamda Pobeda aviakompaniyasining Vnukovo va Samarqand yo'nalishidagi reysiga xizmat ko'rsatish vaqtida aviatsiya hodisasi yuz berdi. Idora tasnifiga ko'ra, ushbu holat jiddiy aviatsiya favqulodda holati sanaladi va u vakolatli organ tomonidan majburiy tartibda tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruvni o'tkazish uchun Transport vazirligida maxsus komissiya tuziladi. Umid qilamizki, Solovyovning chiqishi Rossiya rahbariyatining fikri emas. Qudratxo'ja Vladimir Solovyovning to'g'ridan-to'g'ri efirda avval qog'ozga o'rab kelingan narsani ochiq aytdi. Katta siyosatda ovoz chiqarib aytilgan fikr endi falsafa emas. Bu amalga oshirishi mumkin bo'lgan harakatlarning repetitsiyasi. Bu haqda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja o'zining Telegram kanalida yozdi. Uning fikricha, bunday efirlar jamiyatni urush g'oyasiga bosqichma-bosqich tayyorlash funksiyasini bajaradi. Shuningdek, bu chiqish Rossiya oliy rahbariyatining ramziy pozitsiyasi emas, balki ichki auditoriyaga qaratilgan navbatdagi propagandik chiqish ekanligiga umid bildirdi. U so'zini davom ettirar ekan, Solovyovga shunchaki bulbul kabi baland ovozda jozibali sayrashi mumkin, lekin u har doim ham o'z so'zining oqibati uchun javob bermasligini aytgan. Rossiyalik telejurnalist Sovalyov Markaziy Osiyo va Armanistonda ham maxsus harbiy operatsiya
amaliyotini o'tkazishga chaqirdi. Jurnalist Armaniston hamda Markaziy Osiyo Rossiya uchun Suriya yoki Venesueladan ko'ra muhimroqligini aytib, ularni yo'qotish ulkan muammo bo'lishini ta'kidladi. U shuningdek Markaziy Osiyo mintaqasini bizning Osiyo deb atadi. Xalqaro huquq ham, xalqaro tartib ham biz uchun ahamiyatsiz. Agar milliy xavfsizligimiz Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiya o'tkazishni taqozo qilgan bo'lsa, xuddi shu mulohazalardan kelib chiqib nima uchun biz o'z ta'sir doiramizdagi boshqa hududlarda ham maxsus harbiy operatsiyalar boshlay olmasligimiz kerak, degan u.